kelib mana ishlarini chiroyli qilib, ko'ngilli qilib, xudo xolasa bitkazdik. O'choqlarimizni mana yoqib qo'yganmiz. Yonish jarayonlari davom etmoqda. Mana shu tarafimizda mana tandirimiz. Chiroyli bo'lib, tandirimizni mana oqartirib qo'ydik azizlar. Bir qator ishlarni ko'rsatib o'tib ketaman. Mana ishlarda yorug'lar yo'q, inshaalloh. Tandirimizni bir sutka mobaynida 80 kilo ko'mir bilan pishirdik. Doim 70 kilo yoqardik, qish mavsumligi uchun 80 kilo yoqdik. Ustiga zontilar qo'ydik. Xudo xolasa, mana o'choqlarimiz. Endi hammaga qiziq bo'lgan jarayon, bir qator tutun tortishini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Aka, o'zingiz bitta ko'rsatasiz endi, mana xonadon egalariga topshiramiz. Xudo xolasa. Bir qator pastroqqa tushirsa ham bo'lardi mana azizlar. Tutun tortishi, tutunni aylantirib so'rayapti, aka. Mana, zo'r, xudo xolasa. Juda chiroyli. Endi bunisiga o'taylik, aka. Mana kichkina qozonimizni ham ko'rib qo'yamiz. Qay shaklda tortayotganini mana. Mana azizlar, tutun tortishi. Pastroqqa tushirsangiz yaqinroqqa borib, ha, ashna tutunni zo'roq bo'lib ketadi. Mana azizlar, kak pelisos. Tutun tortishi hammaga qiziq bo'lgan jarayonda ham suvni qaynashi. Mana qozonlarimizda suvlar qaynadi. Ozgina o'tin bilan suvlarimiz уже qaynadi mana azizlar. Mana shu yon taraflaridan mana ko'rsatsak ham bo'ladi. Tutun yonidan uvog'i ham chiqmaydi. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Joyimiz ham rosa ikkita o'choq, bitta tandir ham mos ekan. Yonlariga tovoqlarni qo'ysa bo'ladi. Narigi yoniga savat qo'ysa bo'ladigan joy qildik mana bu tarafiga. Bemalol savat qo'ysa bo'ladi. Ja endi hali issiqda qizib, yonib ketsa, mayga kelib, mo'ykada betini yuvib, idish tovog'ini yuvib ketaveradi. Xudo xolasa mana yoniga mo'ykalar qildik. Chiroylikgina, ko'kligina bo'ldi, xudo xolasa. Endi azizlar, mana shu Buxoro viloyatini Kogon tumaniga Vahobiddin Naqshbandiy hazratlarini Bahobiddin Naqshbandiy hazratlarini maqbaralarini yonginasida ekan bu Hoji tog'amizning uylari. Bo'ron Hoji tog'amiz mana Hoji tog'a ishlarimizdan ko'nglingiz to'ldimi? Rahmat. Xudo xolasa yaxshi kunlarga, to'ylarga, marosimlarga maza qilib ishlating. Inshaalloh bitta duo qilib qo'yasiz. Assalomu alaykum. Mehr Kulol. Muxlislari. Aha. Mana ukamiz